Toshloq tumanidagi taraqqiyot kichik sanoat zonasi 90 gektardan iborat. Bu manzilda 20 dan ziyod loyihalar amalga oshirilishi reja qilingan. Loyihalar esa turli sohalarni tashkil etadi. Metallni qayta ishlash, neft mahsulotlarini qayta ishlash, qurilish materiallari ishlab chiqarish, kimyo sanoat yo'nalishlaridagi loyihalar. Loyihalarni umumiy qiymati 2 trillion 800 milliarddan oshiq baholanyapti. Kelajakda loyihalar hammasi ishga tushganda 3000 ga yaqin ish o'rinlari paydo bo'ladi. Nodir aka Ro'ziboyev taraqqiyot kichik sanoat zonasiga metallni qayta ishlab chiqarish korxonasini qurib bitkazmoqda. Yangi korxonada turli xil metallomlarni qabul qilib, ularni qayta ishlash orqali yangi mahsulotlar tayyorlaydigan sanoat korxonasi bo'ladi. Metallni qayta ishlash zavodi sanoatda muhim ahamiyatga ega bo'lib, tabiiy resurslarni tejash, ekologik muammolarni kamaytirish va iqtisodiyotni rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Tadbirkorning so'zlariga qaraganda, korxona faoliyat boshlasa, 500 nafar fuqarolar ish bilan ta'minlanadi. 500 nafar ishchi o'rni yaratamiz. 3 bosqichdan iborat. Birinchi bosqich 2025-yil yilda oxiriga dekabr oyiga mo'ljallangan. Ikkinchi, uchinchi bosqichlari 2027-2028-yilga mo'ljallangan. Mahsulotimizni ishlab chiqaradigan 70% ichki bozorga, 30% eksportni mo'ljallaganmiz. Kelajakda 70% eksport, 30%ni ichki bozorga maqsad qilganmiz. Farg'ona viloyatida ekologik muhitni yaxshilash va aholi uchun qulaylik yaratish maqsadida keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Xususan, taraqqiyot kichik sanoat zonasi hududi yashil makonga aylantirilmoqda. Loyiha doirasida yuzlab turli manzarali daraxtlar, gullar va gazonlar ekilib, zamonaviy dam olish maskanlari tashkil etiladi. Bu esa nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlash, balki ishchilar va tashrif buyuruvchilar uchun qulay muhitni yaratishga xizmat qiladi. Tadbirkorlar tomonidan yashil belbog'lar tashkil qilish belgilangan. Bu sanoat hududimiz yangi bo'lganligi uchun bu joylarda juda ko'p loyihalar amalga oshiriladi hamda ishlab chiqarishlar tashkil topadi. Shuni oldini olish, ishlab chiqarishdagi turli xil chiqindilarni oldini olish maqsadida, demak, shu joylarda yashillikka burkash, ekologiyani tozalash maqsadida aynan bugun 1000 dan oshiq ko'chatlar shu bugunning o'zida ekilmoqda. Bu jarayon davom etmoqda. Har bitta tadbirkor kesimida biz yo'l xaritalari amalga oshirilgan va yashil belbog'lar qilish belgilab olingan. Hozirgi kunda belgilangan rejadan tashqari tadbirkorlarimiz o'zi qiziqib, o'zi yashillikni ko'rib qiziqqanidan o'zlari yashillik bo'yicha daraxtlar ekmoqdalar. Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorov Toshloq tumanida bo'lib, taraqqiyot sanoat zonasidagi Xitoy kompaniyasi bilan hamkorlikda barpo etilayotgan metallni qayta ishlash korxonasini ko'zdan kechirdi. Shuningdek, viloyat hokimi yashil makon loyihasi doirasida ko'chat ekish tadbirida ham ishtirok etdi. Nodir aka Ro'ziboyev barpo etayotgan korxonaning kirish qismiga va atrofiga 2000 tup kelajakda xudo xolasa mana yana o'zimizga maqsad qilib qo'yganmiz 2000 ga yaqin mevali daraxt, yana 1000 ga yaqin dekorativniy kashtan daraxtlari va boshqa archa daraxtlarini ekishni niyat qilganmiz, maqsad qilganmiz. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Zamon informatsion tahliliy dastur uchun Farg'onadan.